hisoblashtirib bor. Kalkulyatsiya deb aytiladi da uni hisoblashtirish bor. Yana bir vajni içindeki shartnoma qiladigan Muhriddin janobi alilar Xorazm viloyat emaslar, yakka sadda tushuntirib turibman. Sapisini ham qo'yib beraman shu gapda. Ava Xorazm viloyati xalq deputatlar kengashi tomonidan tasdiqlangan yillik minimal bor deb. Men emas, yana qaytarib aytaman. O'zi aytib turibdi. Shunga qarab belgilangan narx deb turibdi, to'g'rimi? Hozir internet rivojlangan, to'g'rimi? Uning uchun bir yurist, uning uchun bir bo'lish emas. Internetga kirib tursan, lehuzdan hammada qonun qoidalar tartibi bilan qo'yilgan. Men shu aytib turgan qarorini olib turib internetga qo'yib turibman. Haqiqatan bosh. Haqiqatan shu Xorazm viloyatlarini, Xorazm viloyati kengash xalq deputatlar kengashi tomonidan tasdiqlangan hujjat bor. Bir de minimal gösterilganda. Şu minimala qarab, men shu minimala qarab o'zini aytgandan qarab aytdim. Yerda gulchili holat, gördingmi? Kvadratı где-то bir ishqil bir 10 kvadrat bo'lsa, ayna bir 100 ming so'm, 200 ming so'm. Endi qara, 200 ming so'm degan bilan to'g'ri. Endi bular qarashtirdik, shura qarab o'tdi deyilgan gap bor, to'g'rimi? Shuning üstüne 4% qo'yishim mumkin. 5% qo'yishim mumkin. Dan 100 ming so'mlik to'lanadigan vajni 3 million 600 etib bo'lmaydi. Da uni ishab chishirsak ham to'g'ri yemaydi, da u. Men shuni so'rab turibman. Meni boshqa bir yerda husumatim yo'q orda Xivaga. Investorlar kelsa bizara paydo, turistlar kelsa bizara paydo. Men bu yerdan gamanglar, obro'sizlantirish deganda noliki prokuratura xodimlari ham o'qiydi-ku. Nerda obro'sizlantiribman? Ertang muhokamasi bo'lib ketadi, bilasan? Va hozir bizlara obro'sizlantiribni qo'ydi desa, kim olib chiq jamoa gösteraman. Yine do'stlar, yuqori turuvchi tashkilotlar, men qaysirini obro'sizlantirma, qaysi statya to'g'ri kelgan menga deyilgan gaplarni aytib o'taman. Shuning uchun aytaman-da, men bir vaja e'lon qilaman, xalqning tushunchasi o'sgan. Men shunga adım so'yinib o'tiribman, kommentariyasini girib o'qib turibmiz, ko'rib turibsan, hammasi 90% o'zi nerede? Bular nereden topding? Söyleyen adam nerede? Hamma meni danışlarıma men bilasan, bize şu vaqtdan o'zing ustingdan ham necha marta konfliktga borgan, to'g'rimi? Ustingdan gaplar chiqqan bo'lgan, shunday blogerlar bize hech qachon javob etmayapmiz-da. Ava, endi urvini deganda boshqacha tushunmaslardan har kim o'zini joyi, yo'nalishi bo'ladi-da. Xalq kimni kim ekanligini bilib qo'ydi-ku. To'g'rimi? Va xabar qo'ydi-ku axir o'zingga. Shuni aytaman, kommentariyada bütün yozib turibdilar, hammasi o'zini top. Men topilmaydi odam emasman, cheloviknik emasman. Shu nomerda men o'zimning nomerim yo'q bo'lsa, yana xalq arasına girasizda yozib qo'yibdi. Shundan qaysi chiqargan videosindagi odamni so'rasangiz topib berasan, to'g'rimi? Hammasini elingda hujjatlaring bor. O'zing ham bir videoni qo'ymasdan burib yana chiqasan hammasini, to'g'rimi? Uyan men qo'yadigan yerinde emasmiz az zamanni. Bize o ishlatish niyatimiz ham yo'q. Kuzatuvchilar, bugün Xudo xolasa, hozir soat 25 avgust 11:30. Geçti sensasyon ne deymi? Ko'p muhokamaya sabab bo'lgan video chiqadi, kutib turinglar. Az-ozgina kamchiliklari bor. Qo'limizdagi hujjatlarimizni Xudo xolasa sizlarga fakti bilan hammasini tushuntirib o'taman. Ana keyin o'zingiz baho beraverasizlar. Video kuzatib boringlar. Bu keyingi chiqacak video shu so'zlab turgan hamma gapimizni başta yakuni desem bo'ladi, yakuni qaror desem bo'ladi. Ana keyin mutasaddi tashkilotlara, yuqori turuvchi organlara shu videomuz o'rganib chiqishina sabab bo'ladi. Lekin bu video ya bir o'ni kamsitish yo qo'rqizish emas. Lekin chiqargan videolarimiz oxirdagi hujjatlar, qo'limdagi hujjatlar bilan hayron qolg'idin video bo'ladi. Sensasionli, haqiqiy video bo'ladi, kutib qolinglar. Shu bo'yicha kechroq video chiqadi.